Assalomu alaykum. Men shifokor Nigora Saidganiyevna. Akfa Midline universitet klinikasida nevrolog bo'lib ishlayman. Ushbu videoda bosh miya o'tkir qon aylanishi buzilishi, ya'ni insult kasalligiga oid eng ishonchli va ilmiy asosga ega zamonaviy tibbiyotdagi ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishamiz. O'zi insult bu qanday kasallik? Kimlarda uchraydi? Belgilari, tashxis qo'yish va davolash yo'llari qanday? O'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun ushbu kasallikka oid savollarga javob izlayapsizmi? Biz aynan shu maqsadda sizga eng ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish uchun shu yerdamiz. Insult bu bosh miya to'qimasiga yetarli qon yetib bormasligi natijasida yuzaga keladigan patofiziologik holatdir. Natijada bir necha daqiqadan so'ng bosh miya hujayralarining o'limi boshlanadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda insultning o'rtacha uchrash holati har mingta aholiga taxminan 2 yoki 2,5 ta bemorni tashkil qiladi. Insultning asosiy 2 turi mavjud. Ishemik insult qon tomirining to'rayishi yoki miyaga qon yetkazuvchi tomirni to'silishi natijasida ishemik insult yuzaga keladi. Bu to'siqlar odatda bosh miya qon tomirlari devorlarida yog'li moddalarning yig'ilishi yoki boshqa joydan kelgan quyuqlashgan qon to'plami, ya'ni tromb tufayli paydo bo'ladi. Barcha insultlarning 85% aynan shu turdagi insultni tashkil qiladi. Gemorragik insult bosh miyadagi qon tomirining yorilishi natijasida miya hujayralariga zarar yetkazadi. Insultning ushbu turi bir necha sabablar tufayli sodir bo'ladi. Jumladan, jarohatlar, yuqori qon bosim, qon suyultiruvchi dori vositalarini ortiqcha qabul qilish, qon tomirlaridagi anevrizma, ya'ni qon tomirining kengayishi aniqlangan bemorlarda yuqori qon bosimi oqibatida tomir yorilib, bosh miyada katta qon ketishi kuzatilishi mumkin. Miya shikastlanishi, nogironlik yoki o'lim ehtimolligini kamaytirishi uchun tezkor davor chorasini ko'rish juda muhim. Agar siz yoki tanishingizda insult belgilari paydo bo'lsa, zudlik bilan 103 raqamiga qo'ng'iroq qiling va shoshilinch tibbiy yordam so'rang. Insult kasalligining qanday xatar omillari va belgilari bor? Insult xatarini oshiradigan ko'plab omillar mavjud. Birinchi navbatda yoshi 55 va undan katta bo'lgan insonlarda insult xatarining yuqori bo'lishi tabiiy holat. Ammo afsuski, yoshlar orasida ham bu kasallik uchrab turadi. Shuningdek, erkaklarda insult xatarining ayollarga qaraganda yuqori ekanligi aniqlangan. Xatar omillari: ortiqcha vazn, jismoniy faoliyatning yetmasligi, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilish, nazoratga olinmagan yuqori qon bosim, qonda xolesterin moddasining yuqori miqdori, qandli diabet, shuningdek, yurak yetishmovchiligi, yurak nuqsonlari yoki yurak artmiyalari kabi kasalliklar ham insult xatarini oshirishi mumkin. So'nggi izlanishlarga ko'ra, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda insult xatarining oshganligi aniqlangan. Insult belgilarini erta aniqlash juda ham muhim. Eng ko'p uchraydigan insult belgilariga quyidagilar kiradi. To'satdan gapirish yoki tushunishda qiyinchilik, yuz, qo'l yoki oyoqning bir tomonida falajlik yoki sezgirlikning yo'qolishi, bir yoki ikkala ko'zda ko'rish muammolari, harakatlanishdagi qiyinchilik, muvozanatni yo'qotish va ba'zi hollarda kuchli to'satdan paydo bo'lgan bosh og'riq. Agar bu alomatlar paydo bo'lsa, hatto ular o'tayotgandek ko'rinsa ham, zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordamga murojaat qilish kerak. Bu holatda har bir soniya juda ham muhim. Diagnostik usullar: shifoxonada tibbiy jamoa bemorning holatini baholaydi, umumiy ko'rikdan o'tkazadi hamda insult turini va eng maqbul davolash usulini aniqlash uchun bir necha tekshiruvlardan foydalanadi. Bularga miya va miya qon tomirlari holatini ko'rsatadigan KT yoki MRT tekshiruvi, miyaga asosiy qon oqimini ta'minlovchi uyqu arteriyalarining ultratovush to'lqinli tekshiruvi, ya'ni UZI va qon tahlillari kiradi.
Shifokorlar bemorda ishemik yoki gemorragik insult borligini aniqlangan vaqt aynan shu bemor uchun eng samarali davo usulini aniqlashadi. Ishemik insultni davolashda asosiy maqsad bosh miyaga kelayotgan qon oqimini tiklashdir. Bu vena qon tomiriga yuboriladigan maxsus dori vositalari yordamida amalga oshiriladi. Ushbu vosita qon tomirlaridagi tromblarni parchalaydi va qon oqimini tiklaydi. Shuningdek, shifokor favqulodda endovaskular amaliyotni ham amalga oshirishga majbur bo'lishi mumkin. Bunda qon tomirlariga kichik naycha kiritilib, bosh miyaga dorilar yuboriladi yoki stent retrieveri deb ataluvchi asbob yordamida tromb bevosita olib tashlanadi. Gemorragik insult yanada xatarli bo'lib, favqulodda davolashning asosiy vazifasi qon ketishini to'xtatish va bosh miyadagi bosimni kamaytirish. Zarur holatlarda shifokorlar qon bosimini pasaytirish, qon tomir spazmlarini oldini olish, qon emishini kuchaytirish va tutqanoqni bartaraf etish uchun shoshilinch dori-darmonlardan foydalanishlari mumkin. Agar qon ketishi jiddiy bo'lsa, miyadagi qonni olib tashlash uchun jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Har bir insult o'ziga xos bo'lgani kabi, har bir insonning sog'ayish yo'li ham turlicha. Insultni davolash bir necha mutaxassislarni o'z ichiga oladi. Bundan maqsad bemorga imkoni boricha ko'proq odatiy funksiyalarni tiklashga yordam berib, mustaqil hayot kechira olishini ta'minlashdir. Insult bu bemor hayotini o'zgartirib yuboradigan hodisa bo'lib, u nafaqat jismoniy jihatdan, balki ruhiy jihatdan ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bemor o'zini tushkun yoki umidsiz his qilishi mumkin. Shuning uchun do'stlar va oila yordami va qo'llab-quvvatlash juda ham muhim. To'liq tiklanish ko'p mehnat va vaqt talab qiladi. Shu sababdan yangi hayot tarziga moslashishga harakat qilish va har bir yaxshi tomonga bo'lgan o'zgarishni nishonlash juda muhim. Agar shu kabi qiziqarli tibbiy ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizni Med 36.6 sahifasida kuzatib boring. Bizga sizning sog'lig'ingiz juda muhim.